Shuyan, qayerdasan? Seolan, xavotir olma, qiyalikni ham tekshirib ko'raman. Bu yerda ko'chkilar bo'lishi mumkin, shunga tezroq tugatishga harakat qilaman, sen esa kutib tur. Arqon uzilib ketdimi? Seolan, nega bunday qilding? Nima uchunmi? Seni o'ldirish uchun albatta. Sening aybing bilan oilamdan uzoqlashdim. Men ularning haqiqiy qiziman, lekin otam va akam faqat seni yaxshi ko'rishadi. Nega? Hatto Jianren ham faqat seni yaxshi ko'radi. Nega? Menga tegishli bo'lgan hamma narsani tortib olganing uchun seni kechirmayman. Jianren? Nega o'shanda? U qotil. 5 tadbirkor Jianren qotilligi uchun qo'lga olindi. Agar hammasini to'g'rilay olganimda edi, o'sha insonlardan uzoqroq yurgan bo'lardim va baxtli yashagan bo'lardim. Opajon, seni qidirib yurgandim. Shuncha odam kelibdi. Sen meni maktab hayotimni barbod qilishni xohlamaysan, to'g'rimi? Opajon, og'rityapsan, qo'yib yubor. Nega bunday qattiq ushlab olding? Og'ritding. Sho'lan, ancha yoshdek. Men o'ldimmi? Opa, sen so'z berganding. Nima? So'z bergan edim. Men qayerdaman? Men kuyib olgan izlarim g'oyib bo'ldimi? Opajon, iltimos, senga kafolat beraman. Bu shunchaki sertifikat uchun va buni o'quvchilarga ta'siri yo'q. Men esladim. Bu sertifikat 2-sinfda ekanligimda bo'lgandi. Sho'lan iltimos qilgan, otamning ham ahvoli yomonlashgandi. Shunga badiiy sertifikat uchun qatnashishga majbur bo'lgandim. Men qayta tug'ildimmi? Singlingni qolgani uchun davomida ustidan kulishlarni xohlamaysan, to'g'rimi? Biz shundoq ham kambag'al oiladan bo'lsak. Shundoq ham sening ko'zlaring tufayli. Sen nima demoqchi ekanligingni tushunyapman. Biz nochormiz, chunki seni ko'zlaringni davolashimiz kerak. Lekin sertifikatning bunga nima aloqasi bor? Ko'rinib turibdi-yu, uning e'tiborini tortmoqchi. Butun shaharga taniqli Jianren e'tiborini tortmoqchi. Navbatdagi ishtirokchi 8-sinf o'quvchisi Sho'lan. Opajon, yordam ber menga. Otamni jahli chiqib ahvoli og'irlashishini xohlamaysan, shundaymi? Uning otasi. Opaginam, do'stimga allaqachon aytib qo'ydim yorug'likni kamaytirish kerakligi haqida. Agar ko'zlaring og'risa, shunchaki ko'zingni yumib ol. Notalar esingdami? Unda hammasi yaxshi bo'ladi. Qani bor, senga topshirdim qolganini. Mana yana shu yerdaman. Aynan bugun Sho'lan katta mashhurlikka erishdi va shundan keyin taniqli bo'lishni boshladi. Bu esa kelajakda menga muammolarga sabab bo'ldi. Men nimadir o'ylab topishim kerak. Chunki Jianren ham hozir bo'zaldi. Juft qirollar. Men yutdim. Yana yutdingmi? Biz bir marta bo'lsa ham g'alaba qila olamizmi?
yana bo'lib qo'ying.